masalan, katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashning pik formulasi. Xo'p, biz o'zimiz matematikadagi m harfini olib, mana shu ko'rishdagi shakl tanlab oldik va bu shaklni yuzini hisoblashni o'rganamiz. Pik formulasini S m taqsim 2 plus n minus 1 degan formula. Bu yerda m chegaradagi tugun nuqtalar. Chegaradagi tugun nuqtalar. N esa ichki tugun nuqtalar. Demak, biz mana shu shaklni chegarasidagi, mana bu chiziq ustidagi tugun nuqtalar sonini sanab chiqamiz. Buning uchun biz boshladik. Qaraylik. Demak, 1 faqat biroz to'g'riladik. Hop, 1 2 3 4 5 6 7 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ta. Demak, m chegaradagi tugun nuqtalar soni m teng nechiga? 74 ta ekan. Endi ichki tugun nuqtalarni belgilaymiz. Ichki tugun nuqtalar sariq bilan belgilab olsak, mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 66 ta ekan. Demak, n 66 ta ekan. Demak, yuzani hisoblash uchun pik formulasini qo'ysak, s barobar hop, m taqsim 2 plus n minus 1. Demak, m 74 edi. 74 taqsim 2 plus n 66 minus 1. Natijamiz 74 ni 2 ga bo'lsak 37 plus 65 bo'lib qoladi. Hisoblaydigan bo'lsak 102 102 birlik kvadrat. Kvadrat birlik bo'ladi.